Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam hadis muboraklarida Sayyidul istig'for haqida aytadilar. Sayyidul istig'for istig'forlarning eng yaxshisi. Bu Allohumma anta robbi la ilaha illa anta xalaqtani va ana abduk va ana ala ahdik va va'dik mastata'tu a'udhu bika min sharri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya va abu bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa ant. Mana shu sayyidul istig'for bo'ladi. Istig'forda mana shuni oldiga tushadigan biror bir istig'for yo'q. Eng yaxshi istig'for mana shu. Buni fazilati nima desa, fazilati shuki, bomdodda va shomda va kechqurun kim buni o'qiydigan bo'lsa, agar bomdodda o'qigandan keyin shomgacha vafot etadigan bo'lsa, u jannatga kiradi. Hatto shahidlarni martabasida bo'ladi deganlar payg'ambar alayhisalom. Shom namozidan keyin kim o'qiydigan bo'lsa, to tonggacha, bomdodgacha ana shu odam bordi-yu vafot etib qoladigan bo'lsa, ana shu kishini Alloh subhanahu va taolo gunohlarini kechiradi dedilar. Bu ozginagina harakat va ko'p ajr mukofotni olishlikka imkoniyat bor. Ko'p ham vaqt ketmaydi. Sayyidul istig'for hozir aytganimizdek ozginchadan o'qib borilsa yoki qaytarib turiladigan bo'lsa, bir pasda yod bo'lib qoladi. Buni endi savobi nihoyatda ko'p. Ma'nosini o'zi ajoyib. Allohumma anta robbi, ey Alloh, sen meni Robbimsan deyapti. Ey Robbim, sen meni Robbimsan. La ilaha illa anta, sendan boshqa hech qanaqa ilohi yo'q. Xalaqtani, sen meni yaratgansan. Va ana abduk, men seni bandangman. Senga bergan ahdimda turaman. Toqatim yetganicha turaman. Seni menga berayotgan ne'matlaringni hammasini e'tirof etaman. Menga berayotgan ne'matlaringga shukr keltiraman va qilgan gunohlarimni hammasini bo'ynimga olaman va gunohlarimni kechiradigan sendan boshqa hech qanday iloh yo'q deb shu aytiladi. Mana shu duoni kim aytib yuradigan bo'lsa, jannatga kirishligiga payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam ishora berdilar.